2026-yil 2-may kuni O'zbekiston Respublikasida deyarli butun Aziyada eng ertak shaftollardan bittasi Mayskiy deyiladi do'stlar. Bu shaftoli qayerdan kelib qolgan, to'g'risi buni ismi yo'q, oti yo'q, hech kim bilmaydi. Hali hamma har xil deb aytayapti, lekin O'zbekistonda birinchi bo'lib pishadigan shaftoli shu bo'ladi. Mana teplitsa ham qilganmiz, bir oy o'raganmiz, xolos. Mana Qanday rangi kundan kunga yiriklashib, hozir ochiq havoda do'stlar 1 oydan keyin pishadi shaftollar. Sababi mayda oxirida pishadi, ertagi bo'lib turib. Shuning uchun mana ko'p shaftollar teplitsaga ekiladi. Mana buni ko'rsatayım, meva yo'q bunda. Sababi biz sinovdan o'tkazyapmiz. Teplitsaga ekayotgan bo'lsalaring shaftolini har xil navda bo'lar bo'lmasa ekib bo'lmaydi. Sababi yaxshi chaynamaydi teplitsaning ichida. Gullari gulini to'kib yuboradi. Bu esa gulini to'kkan yo'q. Yaxshi do'stlar. Endi biz tajribadan o'tkazdik. 3 yil 4 yil umrimiz ketdi. Endi sizlarga, boshqa odamlarga teplitsaga ekaman deyotganlarga mana shu sortni qo'rqmasdan tavsiya beraveramiz. Sababi natijasi yaxshi bo'ldi. Gulini to'kib yubormadi, yaxshi oldi mevani. Bu shaftollar do'stlar o'zini o'zi chaynamadi, gulini to'kib yubordi. Endi kelib ko'rsating ba'zan. Kelavering. Mana ba'zida yana kichkina tupi ham bor, mana. Mana. Ma'dan ko'rsatavering keling. Mana. Ko'rsin, har qaysidan ko'rsin mana. Va shu sinov tariqasiga ekilgan shaftollar mana. Endi mana bu shaftolga ham baho beringlar. Bu ham o'shani akasi. Bir xil olgan, yaxshi hosil beryapti, yaxshi meva beryapti. Shuning uchun shunday eksalaring, agar men teplitsam ochib o'rmaganimda, ochiq oydan aytaveraman, 20 kun oldin tugardi. 150 ming, 200 mingdan ham sotardik, xudo xolasa. Shuning uchun ozgina teplitsangiz bo'lsa, mana shu navlarda ekillar, teplitsada yaxshi bo'lar ekan, zo'r bo'lar ekan, sinovdan o'tdi. Shuning uchun xudo xolasa daraxt hali yosh, yoshligi uchun mana shoxlarni qo'yganmiz, ingichka shoxlar qo'yganimiz uchun aytlardan meva yaxshi olmadi. Endi bu yil xudo xolasa baquvvatlashtirib, stollarini, yon shoxlarini baquvvatlashtirib, tayinga yaxshi o'g'itlarni berib, yaxshi hosil olish harakatini qilamiz. Endi buni bag'dan ko'rinishi yana mana. Shoxlari egilib ketgan. Endi buni ham olib keling. Bularni endi olib chiqib, qindirib tashlaymiz. Bu sortlar bo'lmadi. Faqat shu sortni ko'paytiramiz. Mana. Yaqindan olib ko'rsatinglar. Mana kalibri biliski, mana yaltiraligi juda zo'r. Xudo xolasa ertaga teramiz. Ertaga tergandan keyin bozorga olib chiqib, nechta sotganimizni ham sizlarga aytamiz. Mana. Agar toqalab, tayi yaxshi o'g'it bersalar, hamma shopdan shunday yirik bo'ladi. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib, teplitsada boq qilaman degan akalar ijod qilamiz. 2026-yil 3-may.